Hamga assalomu alaykum. GMT-Sen password programmasini yangi onlayn versiyasi chiqdi. Oldingi versiyalarida baza kerak bo'lgan. Hozir endi bunga baza kerak emas. Bunga internet kerak bo'ladi. Internet orqali to'g'ridan to'g'ri ishlaydi. Masalan, mana bu yerga win nomer kiritamiz. Oldin ishlatganlar biladi. Mana bu yerda parollar varianti chiqardi. Keyin win o'rniga ism yozavergan yoki boshqa bir telefon nomerlari yozilgan holatlarda oldin programma topmasdi, aniqlolmasdi. Endi bu onlayn versiyasida hattoki mana bunaqa ism, nom, telefon nomeri yozilgan bo'lsa ham topib beradi. Ba'zidan chiqadi. Farqi yo'q. Bo'lsa bo'ldi. Даже hattoki hozir ko'rsataman. Winni umuman o'chirib yuborgan bo'lsa ham chiqaveradi. Bunga hech qanaqa daxli yo'q. Variantlar ko'rsatyapti. Kirgizgan sari chiqaveradi variantlar. Hop. Oxirgisini ham bitta ko'rsatib qo'yay. Mana bu to'g'ridan to'g'ri internet orqali ishlaydi. Hop. Endi mana winni o'chirib yubordik deylik. Win o'chirgan holatda ham bizda programmadan topaveradi, farqi yo'q mana. Generatsiya qilsak, mana parollarni beradi. Agar winsiz nechta bo'lsa, 100 ta bo'lsa, 100 tani ham mana shu yerga chiqaraveradi variant qilib. Programmaga daxli yo'q. Umuman win bo'ladimi, bo'lmaydimi yoki pustoy bo'ladimi, nima bo'lgan holatda ham programma parolni topib aniqlayveradi. Hozircha shu. Kimga kerak bo'lsa, murojaat qilasizlar, avtoprogoz orqali, Xudo xolasa eshiklarni bitirib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.